Bugungi videoda menga bir odam kamaschi bo'lib ishlaysanmi deb ish taklif qildi va men u ishga rozi bo'ldim. Lekin oldimda o'ziga yarasha ko'pgina to'siqlar bo'ldi. Qolganini esa video davomida bilib olasiz. Doniyor qanday? Yo, barcha-barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Roxy va bugungi yangi videomga xush kelibsizlar. Men hozir biron narsa qilaman endi, qarorchi. Hop, notebookimni ko'raychi. Hop. Nima gaplar? Mana bu modni qidirayotgan edim va tashlabdi. Mod kanal egasi yaxshi. Keyin Minecraftga kirib sinab ko'raman. Hozircha yopib qo'yaman. Men kerakli narsalarimni olishim kerak. Pichoq va to'pponcha to'g'ri sovuq qurol, lekin men ularni hujjatlashtirib olganman va ularni ishlatish uchun litsenziyam bor. Uni esa bobom ham biladi. Bomga. Chiroq yonib qolib ketibdi. Kechasi chiroq o'chib qolgan edi. O'chirish esdan chiqibdi. Xo'p, kitoblarim o'z joyida turibdi. Xo'p, shkafim bo'ldi. Chiroqni o'chiramiz va buni ham to'xtatib qo'yishimiz kerak. Bekorga svet ketadi. Xo'p. Uyg'ondingmi? Yana ko'chada daydib yurmoqchimisan? Yo'q, daydib yurmoqchi emasman. Nima sen menga qanaqa ovozda gapiryapsan? Oddiy ovozda. Bo'pti, bor. Hop. Chiqaman. Salom Stenli. Salom, qalaysan Roxy? Do'stim, qalaysan? Nima qo'llab qo'y? Nima gaplar? Bo'ladi. Yaxshi unda. Voy bolakay, senga ish kerak emasmi? Qanaqa ish? Furachi, ya'ni kamaschi bo'lib ishlaysan. Bilmasam, menga farqi yo'q qanaqa ish bo'lsa. Bajonidil bajaraveraman, lekin pulini kelishib olsak qancha berasiz? Uni men bilan kelishmaysan, uni boss bilan kelishasan. Siz bilan emas, boss bilanmi? Unda mayli. Qayerga borishim kerak? Xullas, ana domna arqasi bor-ku. Ana shu yerdan o'tsang, ana shu yerda qurilmay qolib ketgan binoda. U yoqqa borishim kerakmi? Ana shu yerga borsang, bosim bor. O'sha bilan gaplashaverasan. Xo'p, mayli. Xo'p, unda hozir kamaschi bo'lib ishlayman. Obunachilar, oddiy Roxy emas, furachi Roxy bo'ldim. Hozir men shunday bularning orqasida bo'lsa, bu tarafdan ketishim kerak. Tezda yugurib ketib olishim kerak. Mana yetib keldim. Ozgina qoldi. Bu yog'iga yugursam yetib olaman. Bu yerda ikkita Kamaz turibdi. Mayli. Bu yerda ham Kamazlar. Bu yerda ham Kamazlar. Bu yerda shina va qalaysan bratishki? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Seni bu yerga qanday shamollar uchirdi? Ish izlab kelgan edim. Bitta odam aytgan edi. Kiraver, boss ichkarida gaplashasan. Xo'p. Siz bu yerga keldingizmi birpasda? Birpasda yetib keldim. Xo'p. Shu bossman? Men bossman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Tanishib olsak, meni ismim Jones. Meni ismim Roxy. Tanishganimdan xursandman.
Xo'sh, senga qanaqa ish kerak? Kamaz tuzatasanmi yoki kamaz haydaysanmi? To'xta, bir narsani aniqlab olaylik. Xo'p, nimani? Tag'in menga ishtiraf kelmasin, ish qilib pravang bormi? Ha, mana pravam bor. Yaxshi. Mashina haydamaysanmi? Yo'q, endi mashinaga pul yig'yapman hozircha. Tushunarli. Tushunarli. Okey. Unda qancha oylik so'raysan bir kun uchun? Bir kun uchun endi bilmasam, endi o'zingiz ayting. Bir kunga kilometrga qarab pul beraman men. To'g'riroq oylik beraman. 1 kilometrga $30 beraman. 1 kilometr uchun $30. Menimcha bo'ladi, menga yetadi. Unda rozi bo'lsang 5 ni ol. Xo'p, xo'p. Xullas, sen mana bu yerdan bitta kamazni kalitini ol va tashqarida sabzi rang temir bochkali kamazni zapravkaga olib borsang, xullas, ana shu yerdagilar tushuntiradi nima qilishni. Ha, okey, tushunarli. Mana shu sandiqdami? Yo'q, nargisida. Ha. O, to'la kalit ekan. Farqi yo'q, hammasi tushaveradi. Ha, okey. Xo'p. Pichoqmi? Ha. O'ldirib qo'ymay tag'in bizni so'yib. Yo'q, bu shunchaki plasmassa. Ishondim. Xo'p. Oy bolakay, sen nima pichoq ishiltasanmi? Yo'q, bu o'yinchoq pichoq, plasmassa pichoq bor-ku, endi odamlar qo'rqitish uchun, prank qilish uchun. Prank? Ha. Bo'pti, bora qol. Xullas, mana bu odamga aytsang, nima qilishni aytadi. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Senga ish kerakmidi? Ha, gaplashdim boss bilan ichkarida. Nima dedi? Sabzirang bochkali kamazni haydab zapravkaga olib borishim kerak ekan. Xullas, men senga batafsil tushuntiraman. Sariq bochkali kamazni olasan, zapravkaga borasan va u yerdagilarga men zapravkaga keldim. To'g'riroq, chalkashib ketdi tilim. Xullas, ana shu yerdagi katta bochkasi bo'ladi, agar bilsang, benzin xonalarida hammasida. Ana shu yerga qo'yishing kerak benzinni. Ichida benzin bor, ehtiyot bo'lgin. Portlab ketmasin tag'in. Ha, tushundim. Bo'ldi, ehtiyot bo'laman. Mayli, omad. Ukam, rahmat. Hoppa, yaxshi. 1 kilometr uchun $30. Menimcha shu bo'lsa kerak. Menimcha ochildi. Hoppa, o'tiramiz va eshigini yopamiz, okey. Va kalitni qo'yamiz. Va zapravka qayerda ekan? Oy, jinorsan. Mana shu yo'ldan ketish kerak. Menimcha sal oshiramiz tezlikni va ketdik. Okey. Yaxshi. Shu yo'ldan o'tib kerak. Mana. O'zgina qoldi. Mana bu yerga qishloq ketdi. Hozir tushamiz, mashinani to'xtatamiz va kalitni olamiz. Okey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz kelishingiz kerak-edi. Ha, mana olib keldim. Ana bu nima deydi, benzinni. Mana shu yerga qo'yasiz. O'zim yordamlashib yuboraman. Shlankasi bor mashinangizni. Shlankasi? Bilmadim, hozir mashinani qarab ko'ray. Xo'p.
Xo'p, hozir qidirib ko'ramiz. Hop. Qani? Ana chiqdi. Yaxshi. Xo'p, endi mashinani sal yaqinroq borishimiz kerak. Mashinani sal yaqinroq olib olay-a? Ha, yaqinroq olib keling. Okey, mashinaga chiqamiz. Mayli, eshik ochiq turaversin. Okey. Hozir avtomatchoq turishim kerak. Buni qilib olaman va jinimsin. Bo'ldi. Aha, xo'p. Okey. Xo'p, endi esa mashinani kaldiraman va okey, endi tak. Xo'sh, endi shlankani ulaymiz va hop. Ana, okey, ulandi. Endi esa Yaxshi bo'ling, tushib ketmang ichiga. tushib ketsam nima bo'ladi? Tushib ketsangiz, oyog'ingiz kuyib, короче, o'shanaqa bo'ladi. Ha, bo'ldi, tushundim. Okey, endi esa tashlaymiz va okey. Xo'sh, ana to'libdi. To'ldi. Kattakon rahmat. Ha, xo'p. Qo'yavering, o'zim yopaman. Yo'q, mayli. Hech qisi yo'q. Okey. Rahmat yana bir bor. Xo'p. Xo'sh, okey, mashinaga o'tiramiz va mana bu yerga o't oldiramiz. Qani endi eshikni yopamiz. Qanday ajoyib, shunaqa xursand bo'lyapman ishga kirganman. Endi bobomga bemalol ishga kirdim deyishim va bobomga to'ylar kuni yaqinlashyapti. Ana shunga sovg'a ham olishim uchun pul yig'ib olaman. Keldingmi? Aha, xo'p. Okey, endi mashinani o'chirib olamiz. Va okey, endi jin ursin, yana o'tirib oldim. Nima bo'lyapti? O't yopamiz va tabriklayman. Ha, rahmat. Bratishka, keldingmi? Ha, malades, ishni uddalagan bo'lsang. Keldingmi? Ha. Boss. Ishni uddaladingmi? Ha. Ajoyib. Senga endi yo'q demasang bir 2-3 kunlik vaqting ketadi. Qanaqa, nima bu? 2-3 kunlik vaqtim ketadi. Shaharni bir chekkasiga xullas qurilish mollari yetkazishing kerak. Tosh, yog'och va hokazo. Uning uchun jin ursin. Nima? Bobomdan so'rashim kerak-da. Bobongdan unda so'rab kelib bizga javobini aytasan. Yoki telefon raqamimni olib ol. Xo'p, yozib ol. 99lik. 999. Oho, faqat 9lar ekan raqamingiz. Cho'tkida meni raqamim. Okey. Mayli, xayr bratlar, sog' bo'ylar, omon bo'ylar. Bo'pti, xayr. Xo'p, okey. Pul olmadim-ku. Mayli, keyin kelib olaman. Jin ursin, mashinani kalti qolib ketibdi. Mayli, hech qisi yo'q. Mashinani kalti qolib ketdimi? Menga ber, o'zim beraman bizga. Xo'p. Mana oling. Bo'pti. Xo'p.
Oh, xo'p, endi uyga boramiz. Qo'shiq aytib olibman. Mayli, xo'sh, uyga ham kelib oldim. Okey, ochamiz. Assalomu alaykum baba. Va alaykum assalom. Ha, nima bo'ldi? Nima? Va alaykum assalom deb gapiryapsiz. Gapimni qaytarma. Xo'p. Nima bo'ldi? Ish topdingmi? Ha, ish topdim, kamaschi bo'lib ishlayapman. Kel, bir bag'rimga bosayimda. Aha, xo'p, mana. Bobo, keyin bir narsani so'ramoqchi edim sizdan. Nimani? Xullas, 3 kunga men safarga ketyapman, to'g'ri ish bo'yicha. Qanaqa? Nima bo'ladi? Bir shaharni chekkaroq joyiga qurilish mollari yetkazishim kerak. Yog'och, tosh va sement va hokazo. Qancha berar ekan? 1 kilometr yo'l uchun $30 dan. Shaharni chekkasi bo'lsa bir $200 berish kerak. Qanday ajoyib. Mayli, ruxsat beraman. Menga pul topib kelsang bo'ldi. Ha, xo'p, rahmat bobojon. Qis tashlading. Quchoqlashingni aytdim. Pecheni yangi do'kondan olib keldingizmi? Yo'q, boyagi ertalabgi nonushtadagi. Yeyaveraymi, siz yemaysizmi? Yeyaver bemalol. Okey. Yom. Qornim ham ishib ketdi, ko'p yeb oldim, ortib qoldi pecheni. Mayli, hech qisi yo'q. Unda men bobo birpas dam olay. Xo'p. Xo'sh, jinursin, shu stolni bekor shu yoqqa qo'yganmizda, eshikni to'sib qo'ygan. To'smagan-ku. Xo'p. Endi telefon qilaychi bo'lsa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu? Men boyagi bola, Roxy. Ha, eshitaman. Xo'sh, bobong nima dedi? Bobom aytishcha mayli dedilar. Xullas, menga pul topib kelsang bo'ldi dedilar bobom. Unda qani birpasdan keyin oldimga kel. Yoki xohlasang ertaga. Bugun uyda ishlarim bor edi, ertaga ertalab boraman ishga. Mayli, bo'pti. Kutaman. Xo'p. Okey, endi birpas yotib uxlayman. Mana buni yoqib qo'yaydi. Yana tong yopdi. Yaxshi, buni o'chirib qo'yaman. Kechasi muzdek kino bo'lib uxladim, to'g'risini aytsam, mazza qilib. Assalomu alaykum bobojon. Va alaykum assalom. Men bet qo'limni yuvib olaydi, shunday. Okey, okey, yaxshi. Pechenidan yeb ol, nonushtaga. Xo'p. Okey, nyam. Yaxshi. To'ydim. Rahmat bobo. Mayli, ishga ketyapsanmi? Ha. Mayli, omad. Eson-omon yaxshi yetib kel uyga 3 kun ichida. Xo'p. Obunachilar 3 kunlik safarga jo'nayapman. To'g'rirog'i ishdan bitta joyga ketyapman. Eshitdinglar-ku. Ish qilib yo'lda hech qanaqa muammo bo'lmasin. Xo'p, endi yetib olishim kerak. Xo'sh, yetib keldim va nihoyat. Kamazlar joyida, yaxshi turibdi. Okey. Salom yigitlar, to'g'rirog'i, salom bratlar. Va alaykum assalom, bratishga keldingmi ishga? Uncha kech qolib ketding. Kech qolmadim-ku.
Hazillashaman men shunaqa. Ukam e'tibor berma. Bu aka shunaqa hazilkash. O'zing hazilkashsan. Dodingni beraman. Ko'ting yirtaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi ishga? Ha. Bor bo'sga. Xo'p. Assalomu alaykum. Ismingiz Maxmidi, adashmasam? Ha, senga aytmagandim-ku ismimni. Endi Stanleydan so'radim-da. Assalomu alaykum bo's. Va alaykum assalom. Qilaysan? Yaxshimisan? 3 kunlik ishingga tayyormisan? 3 kunlik safargami? 3 kunlik safarga. Nega ovoz o'zgarib qoldi? Kecha sal tomog'im bo'g'ilib kasal edim, gripp edim. Shunga bugun boshqacha gapiryapman. Bugun tuzaldim-da. Tuzaldingmi? Tuzaldim. Sen o'rsan gapirishi bir qiziqcha ekan. Nima dedingmi? Yo, o'zimga shunchaki gapirdim. Bo'pti. Kaluti, mana tandiqning ichidan bitta kamarni kaltani olasan-da, yo'lga otlan tezda. Lakasan telefoningga tashlab qo'ysadi bo'ldi. Okey, bo'ldi. Okey. Xo'p, bu yerdan olsin kerakmi? Yo'q, shlang turibdi. Okey. Har holda 2 ta dona benzin olib olaman men. Mayli, ben mana olaver. Xo'p. Okey. Xo'p, buni baqa qo'yamiz. Okey. Yana bitta olib olay, hozir to'ldirib olaman. O'zi to'ldi. To'ldirilgan. Xo'p. Xo'p, ko'kkamasa mana. Okey. Narsalar yuklangan bo'lsa kerak menimcha. Qani ko'raychi. Ichida turibdi yog'ochlar va tosh hamma narsa. Okey, va eshikni ochamiz va o'tiramiz va qani. Eshik yopamiz va kalitni qo'yamiz. To'pponcha qo'yamiz. Chegaradan ham o'tdim. Jinosan, pasportim bo'g'onda qolib ketdi-ku, uyga qaytishim kerak. Mana bu yerdan o'tib ketsam bo'ladi menimcha. Jinosan. Bobomdan pasportimni olishim kerak. Chunki pasportim bobomda turadi. O'tga balo bormi? Jin ursin. Tashlab yuboramiz. Okey. Xo'p, bo'ldi. Xo'p, pasportni oldim. Bo'pti, xayr bobo. Xayr. Okey, pasportimni oldim. Xo'sh. Okey. Endi esa mashinaga o'tiraman. Va ochaman va eshikni yopaman va kalitni qo'yaman. Pasportni olganimning sababi chunki chegaradan o'tayotganda pasport so'rashi mumkin. Shuning uchun olib oldim. Mashinamni. Jin ursin, nima?
Jilursin. Bo'lmish. Yo'lingga qarab yursang o'lasanmi? Jilursin, banvayimni nima qilding? Kimni bo'lmish deyapsan, Kimni bo'lardi boshqa? Senida mashinang yo'q-ku. Eski zilkamizda yuribsan, bo'lmish bo'lasan-da. Sen hali mashinamga shikast yetkazganing uchun javob berasan. Hammasini dadamga aytaman. Sen dadam kimligini bilasanmi? Dadam boyvachcha odam, dunyodagi eng boy odam. Xohlagan narsasiga qo'li yetadi. Seni bir deganda yo'q qilib yuboradi. Ha, yo'q, Rustam, unda men senga yaramas. Urma. Hozir bir deganda mana shu pichoqni qo'rningga suqib olardim. Shunchaki men o'zimdan kuchsizlarni urmayman. Hamma ayb o'zingda. Mashinani sal chekkaroqqa to'xtatish kerak edi. Tushundingmi? Dadasini erkatoyi. Dadangning puliga ishonasan-da, sen boyvachchasan. Boyvachchaman men. Nima edi? Hali qarab tur, seni dadamning gitlariga aytaman. Seni kuningni ko'rsatishadi. Ha, ko'ramiz. Xohlaganingni qil. Xohlaganimni qilaman ham. Hali o'lib ketasan, tirik qolmaysan sen. Mashinasini yo'lda ustiga o'zi qo'yib qo'ygan-ku, tag'in menga mashinamni nima qilding deydi. Jinimsi. O'g'lim, Max, keldingmi? Ha, dada keldim. Max, mashinani nima qilding? Qani chekkaga o'tchi. Mayli. Mana. Nima qilganing bu? Nima qilding mashinani? Dada yo'lda bitta adashmasam ismi Roxy edi. Ko'k kiyimli va sariq sochli bola. Ana shu bola, sen dadangni puliga ishonasan. Sen chichqoqsan, dadangni o'g'lisan deb meni kaltakladi va meni pichoqlab tashlamoqchi bo'ldi. Jilursin. Thomas. Xullas, Roxy degan bolani topib, yo'q qil. Yaramas. Ho'p, bo'ladi bo'z. Hoziroq shu ishga kirishaman. Hali javob berasan, bolakay. Roxy, kutib tur, men seni o'ldirgani boryapman.